O'rtoqlar, Instagramga kirsam bomba tushgan, hamma menga yozib tashyapti. Eringizni xotini bor, bolasi bor, siz kimnidir oilasini buzgansiz. O'rtoqlar, meni erim uylanmaganlar. Ofitsiallik hech kimga uylanmaganlar. Zakslari yo'q, hech qayerda to'ylari bo'lmagan. Qaynonamni uylariga kelin salom qilib kirgan kelinlari yo'q. Alhamdulillahki, mani kelinim deb qabul qilganlar. Inshaalloh salomimizni ham, to'yni ham hammasini ko'rasizlar. Mendan oldin hayotlarida nima bo'lgan, ko'chada kimlar bilan yurganlar, qanaqa yurganlar, nechta farzandlari bor, 10 tami, 100 tami, u narsa meni qiziqtirmaydi. Muhimi, meni hayotimga kirganlarida hech kim yo'q edi hayotlarida. Va agar bo'lsa, sizlarda qani yuboringlar, ko'raylik. Mana men sizlarga haqiqatni aytaman. Men turmush o'rtog'imni uylanmaganlar dedim. Ular ofitsialni uylanmaganlar. Kim bilan yashab, qanaqa hayot qilgan bo'lsalar, misol uchun ikkala qizim yaxshi insonlar, bittasini farzandi bor, xalq taniydigan qiz, yaxshi obro'si bor, yoshi mendan kichkina, lekin meni hayotlari o'xshamagan. Ikkalovlari ham turmush qurishgan, bulardan oldin ajrashgan ayollar ekan va bularni shar'iy nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men uni tepasida turmaganman. Men bilishim shu, turmush o'rtog'im bilan tanishganimda bittalari bilan ajralganlariga salkam 1 yil bo'lgan, ikkinchilari bilan ajralganiga qanchadir vaqt bo'lgan, kam muddat. Lekin ular farzandim bor deb menga aytganlar. Men qariyman deganlar. Ikkinchisi homilador deganlar. Xo'p deganman. Men tashab qo'ymayman ikkinchisini ham. Unga ham qarayman. Men haligacha o'sha kartasidan pul tashab, nimadir dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Meni hayotimda hozir hech kim yo'q. Men uylanmoqchiman deb aytganlar menga. Men rozi bo'lganman.